Assalomu alaykum, mumkinmi? Assalomu alaykum. Keling, xola. Seni ham shu o'zimni bir tekshirtirib ko'rmoqchi edim. Nimagadir anchadan beri hamma joylarim og'riyapti. Asosan o'zi qatlaringiz og'riyapti. Qon bosimingiz o'zi oldinlari oshib turarmidi? O'tgan safar bu dorilar juda qimmat bo'lgan edi. Nafaqamni ham olmagan edim. Yonimda pulim kamroq edi. Endi nima qilaman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim, mana shu dorilarni hisoblab beringchi. O'tgan safar olganimda 580 ming bo'lgan edi. Hozir pulim yetganicha olib turaman-da. Qab bo'ladi, xolajon. Hammasi bo'lib 244 ming bo'ldi. O'tgan safar ko'proq bo'lgan edi. Birinchi martdan boshlab mamlakatimiz hududlarida 2000 turdagi retsept asosida beriladigan dori-darmon narxlari tushirilgan va yana 1-iyuldan boshlab 2500 turdagi retsept asosida beriladigan dorilarning narx-navosi yana tushiriladi. Voy, yo'g'ey o'g'lim, rosa yaxshi bo'pti. Unda hammasini olaman. Aziz yurtdoshlar, mamlakatimiz bo'ylab 4500 turdagi retsept asosida beriladigan dori vositalarining narxi pasaytirilgan. Farmuz mobil ilovasi orqali tekshiring, o'z huquqlaringizni himoya qiling.